Komediya filmi Aypotemning kuyov tanlashi. Ha, arada sizlar bilan yuz ko'rishdi. To'sqanliq qilsan, ha? Biz to'y qilsak bo'lamda. Voy, bo'ladi. Nima? Voy. Kapta atmay shu qizimni boshqa bilan aloqalashib tushdimmi? Aytorqi. Qash ko'zi. Hamma maqtib ishtirokchi bo'lgan xalqaro filmdagi bosh obrazni qo'yib qo'ygandekla o'xshaydi ekan. Rahmat sizga. Bak qizimizni o'sha buyuk asar kuchini topib ekansiz. Siz 13 yilda 5 xotin oldingizmi? Bu daqiqada bir shaqqida evasiz tayinli qashu. 2 yilda birini to'g'ri ketdi. Ha, bo'ladi ekansiz. He, to'g'ri. Opam yana shu sening bo'g'iz qiynatadan qo'rqidi ekan. Bo'g'iz qiynatan saymoqmi degan shuni so'radi. Bak kiyimiga qarab shaxmat o'ynandik deb qopdim lan. Taksiyingizni bir mast olsa, buni qanday qilsiz? To'g'ri. Qizmi, o'g'ilmi? Hozircha o'g'il deb turaylik. O'g'ilmi? Abba, unda biz nima qilamiz mana shu septaymi? O biz chiqishcha yaxshi yapmaydi, yaxshi bo'ldi. Bikadani alar qildi yerim kim. Vallahi sanmayman. Agar unda bo'lsa, qiz deb qo'yaylik. Qizmi? Biz qiz bo'lgan kaysi yolg'iz yusunmaydi. Arz bo'l chiqirman. Yaqında bir tunuşumdan xizmat ishdan yetqilib. Ana shu bozordan 50 ko'chang so'm kirib Shu turdim. Toza chiniqibsizlar. Kim turadi? Uydami? Uysiz, so'ram uysiz. Va shuqurdan boshliqlar kelib 16-karvat qiynatish men nima deyman? Siz dadam turket mijoz yo'q uyga ketdi deb qo'yaman. Bu g'erib Kölbanlarga ketqilishingdingiz. Men çüpleşmekçi. Addi insan tilida desek, men köfeymekçi. Nima deyapman? Men to'qay. Ma turiknimi chiqasak o'g'dik. Qo'ysin ma. Ha o'ynama gezirmi chaqajab ketib qarang mana. Hey, mening vaqtim o'shakan deyman. Şunun bilan achchig'imni paylamay. Aş ilg'iriq isig'liq go'shtni elib etib, ash bir gajgisidan ilib qo'yib qo'ydim. Ay yomonligini qara. Voy babo. Ondan keyin qarang, direktorning oyali shirkatga kelib, er bilan Manichu, budaq qaynanaga og'ashdan qo'shib tavatma. Benim atammış şiir, anammış şiir. Açammış şiir. Atam bilen anam beni min bir japada tavallud qildi. Men shu so'riga bardaga vaqt yo'q. Mana shu jittaniki shu qo'sqiga erima degan narsani tasib chiqdi. O'zimma shu shto'tlar yanjig'lar to'nikdan bir kiyimni qarab. Jami 200 mingga bo'lsin. Hocam. Oy. Mama. Oy. Xotiniga to'yliq berganni anglagan. Qiynatish bilan qiynapsizga to'yliq berganni bilgan ko'rish. Hürmetli, kadirli, izzetli, qaddi qomatli qiynata. Bichar yosh opam nimajo'da bo'lsa qilsiz? Voy! Ma'lum mushkul keldingizmi? Men mushkul kelmadi. Lekin deydigan gapni deyishga keldim. Sen to'xtab. Hayvonda oling. Ay, ben şu çişini ölsem de adam da yaşasam. Hadi bir gün gelgende. Ben mal doktorunun kulağına kaldım diye. Hay bak, nal kalkanda takka tukku gettiniz. Kızız de, düşse kıyına. Ma sorunun keyini bekler kızıp getirmek ya. Ha, qaynta. Men shu Chang'izda ishlayman. Chang'izda? Yaxshi ekan bu. Yosh turibli zavodda ishlaydi ekansiz a? Qiynata qolib qo'yarsin. Kayfiyatga uylar ekan. O'zni yaxshi chaqlaydiganlarning qalbidan cho'nqur o'rin olgan, yiqqina to'rda mo'da bo'lishga ozliq qolgan, mening yarimga nima bo'ldi degan naqshining egisi. Ben bu şey kilim o'tkirgan kundan boshlab qo'yib tomoqlarga kuch vaqtni yerqasim. 6 vaqt it uydiganlar tuzib, tanasib sizlarni ko'ngillarga. Siz shunday xo'sh keltirajdim dada. Elqi, nimangizga imirchimirimizni chiqaring ha? Ben pulni hozirlayib etay. Imirchi. İşkilik kod arayma.
Aysi, oppa. Meni qo'limda qisqdi. Meni bir uzatib qo'ying. Voy, nimdaq yaxshi? Datsi? Ha, palta chiqinglar. Barmoq qilib ko'ray. Ketdim daladoz orom kelganda. Men-chu kech yo'q, kechda emas. Men qo'nibli ketaychi. Voy, turar xinim. Udurgaga yerda qo'nib qolgan qizlar o'tmayman o'g'limga. Sizlar orom ish kelganda sizni qanday ish qilsa aqli bo'lar? İşnim bulmaydı canım, opa işnim bulmaydı. Benim kulağımda kıymetinde, uyudan üstüge. Olsun koyamadım gel. 40 qismliq to'r komediya filmi Oypotamning kuyovg'ul tanlashi